Qizlar dasturi. Tuzguvchi Oysham Ahmad. Oliy texnikum, o'rta maktab qizlarga beg'ishlayman. Ovozliq kitob abditali. Muharrirdan. Yazg'uvchi Oysham Ahmad 1942-yili Qumulda tug'ilgan. U 1958-yili Xinjiang institutining Til adabiyot fakultetini bitirib, 19 yil o'qituvchilik, 17 yil jurnalistlik xizmati bilan shug'ullangan. Oysham Ahmad Uyg'ur ayollari ichidan chiqqan birdan-bir roman yozgan ayol yozg'uvchi. U O'chmas izlar, Muhammad Beshir Chingwang nomli tarixiy romanlari bilan xalqimizga tonildi ham xalq ichida cho'nqur ta'sir qo'zg'ab, xalqning hurmatiga sazovor bo'ldi. Oysham Ahmadning bu romanlardan boshqa Bag'doshchi ichki, Malikining Mangizdagi dog', povest hikoyalar to'plamlari, Qumul, biografik kitob, Xonim qizlar dasturi, Ayollar o'qishligi, Qosim qiziq latifalari, to'plam, Qumul xalq qo'shiqlari qatorliq kitoblari, chet elda to'qilgan hikoyalar, Chotma hikoyalar, Qari jomadan, Bulut yerib chiqqan oy, povestlar, Mehribonu Wang, tarixiy drama qatorliq asarlari e'lon qilindi. Abdur qo'lingizdagi bu qizlar dasturini oliy texnikum, o'rta maktab qizlariga beg'ishlagan bo'lib, jamiyatdagi barliq qizlarning o'qib foydalanishiga mos keladi. Kitobning mazmuni atrofliq ham qiziqarli bo'lib, qizlarning atrofliq tarbiyalanishi, to'g'ri dunyo qarash tiklashi, go'zal axloqiy fazilat yetildirishi, sog'lom bo'lish bilan birga haqiqiy axloqiy qobiliyatini namoyon qilib, o'zlarini qudrat topqizishida turtkilik rol o'ynaydi. Ishonimizki, kitob keng kitobxonlarning qizg'in olqishiga erishadi. Bo'libmi, barliq qizlarimizning sirdosh do'sti bo'lib qoladi. Ovozliq kitob abditali.